Ha, Joni, xafa bo'ldingizmi? Men sizda xursand bo'ladi deb BMWni kaltini bermoqchi edim. BMW? Yo'q, Asalcham, men ota bo'lasan deganingga xursand bo'lib, ko'nglim ana tilim ham aylanmayapti, ko'ryapsanmi? Juda xursand bo'lib ketganimdan mazam bo'lmay qoldi. Yoshim o'tib boryapti, ota bo'laman. Qanday baxt, Asalcham. Qanaqa BMW? BMWni zo'ri, oxirgi modeli. Aha, Asalcham, ketdi bo'lmasa, kalitini qachon berasan? Raddomdan o'zim olib chiqaman deb BMWda. Joni, siz rostdan xursandmisiz? Yoki mashina beraman deganimga shunaqa qilasizmi? Nima deganing bu? Menga mashina kerak emas. Mashinangni bir joyingga tiqib qo'ygan. Men sevgan ayolingdan ota bo'lish bu qanday baxt bilasanmi? Lekin mashina bo'lsa ham yaxshi-da, Asalcham. Ha, yaxshi Joni. Bolamizni tog'a olib boramiz, bog'a olib boramiz. Hamma joyga boramiz. Mashinamiz bo'lsa yaxshi-da. Aylantirib yuramiz. Kattaysa qilamiz. Eshitolsanmi, Asalcham, bolacham, mazza qilib kataysa qilamiz. BMWni signalini bossa, bab qiladi, tez gazni bosib surib qoladi, g'irillab, g'ir qilib, mazza qilib aylanib yuramiz endi. Uchalamiz demoqchi edim-da, Asalcham. BMW bir oyda chetdan kirib keladi. Ungacha biz bolani xonasini tayyorlaymiz. Hozir men telefonimni olib kelaman. Biz zakaz qilamiz. Xona tayyorlaymiz, Joni. Hozir. Yomon bo'ldi endi. Sapudan bolam bor, Lubadan bolam bor, Sapu bilan Zaksim ham bor. Nima qilsam ekan? Bu yerda Asalina bor. Bu yerda BMW bor. Конечно, BMWni tanlayman. Joni, bor o'qiting ishga sol. Tajribalaringni hammasini yig'ib, bu nima bo'pti? Bundan battar holatlarni tuzatgansan-ku. BMW. Nimadir o'ylab topaman.